Qanaqa pul topyapti rubrikasida bugun Haspik. Bu shiringina ko'rinayotgan bolakayni Instagramda 7 milliondan ortiq obunachisi bor. Va Haspik o'zi kim deydigan bo'lsa, Hasbulla Magomedov. Tug'ilgan joyi Dog'iston, Rossiya va tug'ilgan yili 2002-yil. Siz o'ylagandek juda ham kichkina bola emas. Eng muhim joyi asosiy pul topadigan joylar. Va bular 3 ta. Birinchi kanali sponsorlardan va reklamadan. Haspik juda ham mashhur va xarizmatik bo'lgani uchun unga sponsorlik qiladiganlar va undan reklama olish xohlaydigan odamlar juda ham ko'p va kollaboratsiyada yaxshigina pul topadi. Bularga sport bo'yicha kollaboratsiya qiladi, energetik ichimliklar bo'yicha va kiyim-kechaklar bo'yicha asosiy reklama datillari bor. Bu reklamalardan qancha pul berilishi bo'yicha to'chli ma'lumotlarni topa olmadik, lekin faqat UFC'niki aniq ekan. Bu ikkinchi kanali UFC'ni o'zidan bular kollaboratsiyada ishlashayotgani uchun yiliga $1 million pul berishar ekan. Uchinchi kanali bo'ladigan bo'lsa, bu o'zini shaxsiy brendi va merchlari orqali xuddi shunga o'xshagan futbolkalar, beyzbolkalar, kepkalar va yana shunga o'xshash mayda-chuyda narsalar bor. O'zini yuzi tushirilgan mana shunaqa va bularni yaxshigina pulga sotishadi. Va bu yoqdagi asosiy sotuv instrumenti nima deydigan bo'lsangiz, shaxsiy brendi o'zini blogini ijtimoiy tarmoqlarda zo'r yurgizilyapti, yaxshi PR qilinyapti, katta blogerlar bilan yaxshi kollaboratsiya qilinyapti va xuddi shunaqa natijalarga erishilyapti. Endi men ham o'zimni blogimni yuritmoqchiman va lekin nimadan boshlashni bilmayapman deydigan bo'lsangiz, biz birinchi 1000 ta obunachini yig'ish bo'yicha 1 soatlik video darslik qilib, tayyor qilib bepulga YouTube'ga joylab qo'ydik. Linkini olmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lgan holatda kommentariyada, ya'ni shu videoni kommentariyasida 1000 sonini yozib qoldiradigan bo'lsangiz, direktingizga avtomatik ravishda linkini yuborib qo'yamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha eng zo'r informatsiyalar men sahifam.